O'ng ko'zda aytganimizdek, bu yerda ham apparat ishlatamiz. Apparatimiz ovoz bilan ishlaydi. Bunga e'tibor bermaysiz. Nimadir bezovta qilsa gapiring, qo'lingizni ko'tarmang, xo'pmi? Hozir обработка qilib olamiz. Biroz achishib o'tib ketadi, qo'rqmang, qattiq siqmang. Bemorimizda yoshliklaridan beri miopiya bezovta qilib kelgan. Miopiya bo'yicha bir necha tekshiruvlardan o'tganlar. Ko'zoynak tavsiya qilingan. Ko'zoynakni ham doimiy taqmaganlar. Ko'rish sifati 3-4% ga tushib ketgan. Ko'zoynak bilan o'ng ko'z 50%, chap ko'z 60% ko'rgan. O'ziga tekshiruvlardan o'tgandan keyin nima variantlar bor, yaxshi ko'rishimni tiklash uchun deganlarni biz shu yoshlardan kelib chiqqan holatda hamda ko'zdagi gavharni umumiy holatini ko'rib, gavharni alishtirish, ya'ni fotoemulsifikatsiya katarakta operatsiyasini tavsiya qildik. O'ng ko'zlarni qildik. O'ng ko'zlarda ko'rish darajasi hozir o'zi maksimal korreksiya 50% bo'lgan bo'lsa, hozir operatsiyadan keyin 60% ko'ryapti. Shuning uchun chap ko'zlarni operatsiyaga tayyorladik. Mana bugun og'imiz. Hozir operatsiyadan oldingi protsedura, ya'ni обработка jarayoni hamda anesteziya, mahalliy og'riqsizlantirish bo'lyapti. Tepaga qarab turing. Ko'zingiz bilan tepaga, peshonangizga qimirlatmay turasiz. Biroz achishib o'tib ketadi, qo'rqmang, qattiq siqmang faqat. Juda yaxshi. Biroz achishadi. Ko'z bilan pastga, o'ng oyog'ingizga qarang. O'ng oyoqqa pastga. Aha, juda yaxshi. Qimirlatmay turamiz. Biroz achishtirish mumkin. Endi to'g'riga qaraymiz. To'g'rida 3 ta chiroq bor. Vazifangiz faqat o'sha 3 ta chiroqqa qarab yotaveramiz, xo'pmi? Ko'rishingiz bir tiniqlashadi, xiralashadi, u narsalarga e'tibor bermang. Hozir to'liq nechaga kirdingiz? 60 ga, 25-marta 60 ga. 25-marta 60 ga kirdilar. Bularga o'sha ham minuslarini hamda bularda astigmatizm bor. O'sha astigmatizm komponentni ham yo'qotadigan linza tavsiya qilingan. O'shaning uchun maxsus metkalar qo'yib qilinadi bu. Hozir shu metkalarimizni belgilab qo'ydik. Shu metkalar gradusi bo'yicha gavharimizni joylashtiramiz. Ko'zlardagi holat o'sha narkozga muhtojlik tug'dirmaydi. Bemalol yotadilar, o'zlari gaplashgan holatda. Og'riq bo'lmaydi hech qanaqa. Ko'zga tegayotganimizni his qilishlari mumkin, lekin og'riq bo'lmagani uchun umumiy holatga ta'sir qilmagan holatda mahalliy og'riqsizlantirish yordamida 10-15 minut davomida operatsiyani tugatib olamiz. Gavhar alishtirishimiz uchun gavhar oldi qopchasi, ya'ni kapsulasi ochiladi. O'sha butun standart bo'yicha dumaloq shaklda qilib olinadi. Shu ochilgan zona orqali gavharni asosiy massasi, yadrolari ultrazvuk apparati yordamida, ya'ni fotoemulsifikatsiya yordamida olib tashlanadi. Hozir o'sha aytganimizdek gavhar oldi qopchasini ochdik va gavhar massalarini ultrazvuk apparati yordamida yeyishni boshladik. Hozir korteks qoldiqlari tozalanadi va tozalanib bo'lgan qopchaga sun'iy gavhar qo'yish jarayoni bo'ladi.
Bemorimizga o'sha amerikanskiy linza, ya'ni Bauschlom firmasini Enista Toric linzasi qo'yilyapti. Can yaxshimisiz? Yaxshimi? Hozir ko'zingizga biroz bosim bo'ladi. Ko'zni siqish mumkin emas, ha? Bo'sh qo'yib Да. Да. Хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. 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 Gavharimiz shu oldindan belgilab olingan metkalar bo'yicha joylashtirib qo'yiladi. Sun'iy gavhar bemorning umrining oxirigacha xizmat qiladi. Agar bemor jarohat olmasa, kuchli ko'ziga umumiy holat bo'yicha hech qanday muammo bo'lmasa, bemorning umrining oxirigacha gavhar xizmat qiladi. Hala yaxshimisiz? Bo'ldi, yuvib qo'ysak bo'ldi. Oxirgi etapi gavharlaringizni qo'yib oldik. Hammasi yaxshi. Umumiy holatiga qarab, agar shoh pardada javob reaksiyasi bo'lmasa, bemorlarda shish bo'lmasa, o'sha ertasi kundan ko'rish darajasi tiniqlashib boraveradi. Xolajon, oxirgi ukol bo'ldi. Shu bilan operatsiya tugadi. Biroz achittirish mumkin, qo'rqmang. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Hammasi reja qilganimizdek o'tdi. Bemorga o'sha o'zlari ko'zlari sifatini ko'rishni yaxshilash maqsadida tanlangan gavhar qo'yildi. Hammaga rahmat.